koridor. Koridor juda uzun. Necha dedi buni? Bu yerimiz ham 1.70 ga 10 metrdan oshiqroq, mana shu 20 kvadrat sal teparoqda. Rushalari ham yaxshi ishlatishgan. Ishkalari ham originaldan qo'yganmiz. Qarang, mana shunaqa firmaning o'ziniki. necha pullarga aylanishi mumkin 1 kvadrati? Mana shunaqa fason bo'lsa. Endi narxga keladigan bo'lsak, narxi usta haqqini o'zi necha pul bo'ladi? Usta haqqi fasoniga qarab, oddiy fason bo'lsa, shunday tekis patolog. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijondamiz. Qadrdonlar, xonadonlarga MDF dan patolog qildirmoqchi bo'lsanglar, necha pulga tushadi? Shu haqida ma'lumot berishga kelganmiz. Bu yerga bu mehmonxonaga ham, zalga ham, narigi xonalarga ham mana shunaqa MDF dan patolog qilib berishgan ekan ustalarimiz va bundan tashqari akfa eshik rom bilan ham shug'ullanishar ekan. Xonadonlarga akfa eshik rom o'rnatsanglar ham, patologini MDF dan qilsanglar ham sizlarga komplekt kelib, ichida xizmat ko'rsatib ketishaverar ekan. Bo'lmasam ustokamizdan ma'lumot olishni boshlaymiz. Hormang, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Rahmat. Endi patolog bu. Bu endi patolog emas. Shu o'zimizni yaqinimizga qilib berganmiz. MDFda qarang, har xil turdagilar bor ekan. Misol uchun, buni ham figurasi bor, MDFda keyin sifati, qalinlik shunaqalar ham bormi? Bor. Unisi katta rol o'ynavermaydi. Uni tagiga ishlatiladigan reykasi, unaqalar sifatli bo'lsa, o'sha qo'yiladigan razmerlari bor, ashlari chiroyli qo'yilsa, MDF dan anaqasi yo'q. Zo'rading. Sifat darajasi o'sha reyka anaqalarga bor. Ishlatilgan mahsulotlar. Ya mana gullarni roverda alohida o'yilgan, to'g'rimi? Bu gullarimiz mana shu MDF o'zidan o'yiladi. Gul qurib chiqariladi. Keyin bu narsamiz o'rstiklo deyiladi. Shuni qo'yib, ichidan gullarni ham qo'yib berganmiz. Bu yerga qo'yilgan ichidan. Bu yerda mana ligirovka qilsangiz bo'ladi. Bu yerdan ligirovka qilsa bo'ladi. Endi kimlardir mana shunaqa haligi figurasi ko'p fasolada yaxshi turadi. Kimdir bo'lsa, skromnik qilib bering deydi. Sizlarga farqi yo'q, qilib beraveradi. Bizga farqi yo'q. Klientni xohishiga qarab, qanaqa desa shunaqa figura chiqarib berilaveradi. Mayli. Bo'lmasa bitta nari tomonlardan aylanaylik, keyin sizlarga narxlar haqida ham ma'lumotlar berib o'tamiz. Endi bu xonani kvadratini so'ramabman, necha kvadrat? Bu xonamiz 19 kvadratdan jinday oshiqroq. Materialimiz figurali bo'lgani uchun sal ko'proq ketgan. Bunaqa fasonlarda endi kvadratga emas, jozi kvadratiga emas, ketgan materialga hisoblanadi. Usta haqqi ham shunga hisoblanadi. Narxi shunga qarab bo'ladi. Ko'pchilik tushunib olishi mumkin. Uyimi patologi moncha razmeri nimaga buncha kvadrat chiqdi deb hali savol berib qolishadi. Bu figura chiqqan hisobiga qancha material ketganiga qarab hisoblanadi. Tunkafonchilarda ham, alkafonchilarda ham shu hisobcha. Endi koridor. Koridor juda uzun. Necha dedi buni? Bu yerimiz ham 1.70 ga 10 metrdan oshiqroq, mana shu 20 kvadrat sal teparoqda. Chiqqan kvadrati. Bu ozgina figurasi ozroq. Bu ozroq figurasi. Diyotnilar mana shunaqasidan foydalanilgan ekan, ya'ni xonadon egasiga talabiga qarab. Endi Bozjon aka MDF yaxshi qilingan bo'lsa, turaveradi. Agar yaxshi qilmagan bo'lsa, osilib qolishi ehtimoli bor deyshadi. Unaqalarga garantiya beramiz. Ishni chiroyli qilib berganmiz mana. Endi bu mehmonxonasi figurasi ko'p edi. Figurasi ozroqdan ham qilingan ekan. Bularni bitta ko'rsatamizmi? Figurasi ozroqlarni ham. Figurasi ozroq bu tarafda bor, zoli. Endi boshqa xonaga chiqdik. Buni nisbatan figurasi ozroq ekan. Misol oddiyroq fasonni qilib berganmiz buni, klient talabiga qarab. Hozir MDF faqat xonadon ichiga, zallarga qilsa bo'ladi ekan. Buni tashqariga ham qilsa bo'ladimi MDF patologi? Tashqariga qilsa ham bo'ladi. Yomg'ir tushmaydigan joylar, yomg'ir tushmaydigan, nam tegmaydigan joylarga qilinadi. Hali tunikofon qilishyapti, hali tashqariroqqa qilib, unaqa joylarga qilib beramiz, lekin kafolati ko'p berilmaydi unaqa yerga. Chunki bu namda o'zini anaqasini yo'qotadi. To'g'risini aytgan yaxshi. Endi narxga keladigan bo'lsak, narxi usta haqqini o'zi necha pul bo'ladi? Usta haqqi fasoniga qarab, oddiy fason bo'lsa, shunday tekis patolog atrofida ozgina bort aylansa 40 ming so'mdan boshlanadi usta haqqi. 1 kvadrati. 1 kvadrat. Agar mana figurali qilib bering deydigan bo'lsa, 80 mingga dovr qilyapmiz. 40 mingdan 80 ming so'mga dovr 1 kvadrat. Endi
materiali, usta haqqi hamma yoq ichida komplet. Xullas sizga faqat men pul sanayman. Diodinlarni ham o'zlab bering, kabel, hamma yoq ichida bo'lsa necha pul bo'ladi? Hamma yoq ichida bo'lsa endi figurasiga qarab ketaveradi. 150 ming so'mdan boshlanadi. 200, 300 ga ham, 400 ga ham chiqishi mumkin. 200, 300, 400 yo'q, klient xoshiga qarab ko'tarilib ketaveradi. Qancha material ketishini hisoblab, mashinaga qarab chiqaveradi yani. Tushunarli. Xohlasanglar masalan, mana Rossiyada bo'lsa, kimdir Rossiyada yoki Turkiyada yoki Amerikada sizga umumiy pulda tashlab beradi. Siz hamma yo'q ichida ham qilib ketaverasiz. Hali uydagisini bezovta qilmasdan, ha? Yo'q, hamma yo'qni o'zimiz olib borib, hatto mana roverlarni ham o'zinglar chiqarasizlar. Diodlarni, lampalarni, oynalarni ham o'zi qo'yib ketishadi. Xullas sizni aniqingiz patologingiz topshirib ketishadi. Endi buni tushundik endi, patolog qilmoqchi bo'lganlar, demak, 1 kvadrati hamma yo'q ichida 150 ming so'mdan boshlanadi. Shuni hisobini olib qo'yinglar. U yog'i sizni didingizga qarab ketaveradi. Telegramdan yozsa, sizlar fason tashlab berasizlar. Tanlagan fasonini xonasini razmeriga qarab turib, taxminiy hisob-kitobini ham chiqarib bera olasizlar, aka. Mash fasonda tanlasangiz, mash kvadratga shuncha atrofda pul ketadi. Shunga qarab pul chiqaraverasiz deb aytsangiz bo'ladi. Endi ana shunaqa kelgan uyini rasmini ham tashlab berish kerak. Iloji boricha nimaga desangiz, u uyini patologiya qanaqa hali chorchoplari, starabillar dedim. Shuni qanaqa tashalgan, shularni ko'rishimiz kerak, chunki hali ketkiziladigan joylari bo'lsa, shunaqa yerlariga tushunadi. Mustahkam bo'lsa, reykalarimiz ko'proq ketib qolishi mumkin. Bo'lmasa endi akfa haqida ham gaplashamiz. Demak, endi akfa haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu yerdagi akfa korishniy, o'sha trenddagi Korishniy qilingan bu yerda akfamiz asosan hozirgi klientlar yoqtirgan varianti. Eshiklarimiz mana tagidan bo'linmagan, splashni aynan qilib berganmiz. Qanotlarni ko'rsangiz, mana qanotlarni kattasidan qo'yganmiz. Unaqa kichkina 2 qavat oynami, 1 qavat ekani? 1 qavat oyna qilib berganmiz. Beki ayvonni oldi bo'lgani uchun, terrasa bo'lgani uchun 1 qavat oyna qilib berganmiz. 2 qavat esa 2 qavat qilib berasizlar. 2 qavat esa 2 qavat qilib beriladi. Tushalari ham yaxshi ishlatilgan. Tushalari ham originaldan qo'yganmiz. Qarang, mana shunaqa firmaning o'ziniki. Necha pullarga aylanishi mumkin 1 kvadrati? Mana shunaqa fason bo'lsa. 600-650 larga aylanadi. Korishniydiki. Korishniydiki, 1 qavat oyna. Lyodiy oyna, Lyodiy oynami oynami? Lyodiy oyna qo'yiladi. Lyodiymi, Lyodiy. Shunaqa. Oqlarimiz bo'lsa, oqlashi 550 shunaqalardan. Masalan, fasoniga qarab, qancha material ketishiga qarab, shularga qarab o'zgaraveradi. Bu yerda roman bor. Romlarimiz ham bo'lib turibdi. O'rtasiga qo'yilgan temirchasi ham alohida qo'yiladimi yo? Agar klient qo'yganing deydigan bo'lsa, buni ham qo'yib beraveramiz. Otina qimmatroq bo'ladi, lekin chiroyli turadi. Juda ko'p qo'shilmaydi, ozgina pul qo'shiladi. Chiroyli. Qarang, eshik bilan romda farqi bormi, narxida yoki farqi yo'q? Narxida farqi bor, chunki eshikka material qanot ko'proq ketgani uchun, o'rtaga mana bu narsalarimiz ko'proq ketgani uchun, zamoylarimiz original qo'yilgani uchun sal qimmatroq bo'ladi. Shuni hisobiga eshikka ko'proq rasxod ketadi. Mayli. Endi bu endi alyumin. Plastikchi. Plastiklarimiz ham bor. Plastik desa plastik ham qilib beraveramiz. Necha puldan boshlanadi? Akvaplast xizmatlarimiz 1.100.000 dan boshlanadi. Uni yo'q ketaveradi. Shu oqlarimiz boshlanadi, shuni aytib o'tay. Korishniy bo'lsa, undan ham qimmat beradi. Shunga fasonlarga qarab, ayniklariga qarab, shunga qarab narxlarimiz oshib ketaveradi. Keyin nimaga qimmat deganlarga original narsa ishlatiladi bizda. Faqat firma bilan ishlaymiz. Keyin bizda kafolati bor. Masalan, 4 yil, 5 yilda nimadir bo'ladigan bo'lsa, shuni borib to'g'rilab berish xizmatlarimiz bor. Akfapalat demak qimmatroq yurar ekanda. Qimmatroq yuradi, chunki uning ichiga profillarimiz va shularni solamiz. Hamma yo'q Original bo'ladi. Original bo'ladi. Shuni hisoblaymiz. Tungi xonam qo'rni sizlarmi? Tungi xonni ham qilib berganmiz bekka. Tungi xonni ham qilaveramiz. Kvadrati necha puldan buni? Tungi xonni kvadrati usta haqqini o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu ham shu 35 mingdan boshlanib ketaveradi. Komplekti. Materiallar bilan deydigan bo'lsa, 110 mingdan 140 mingga davr qilib berasizlar. Qilib beramiz. Qalinligiga qarab, bunda endi figuraga qarab narx o'zgarmaydi, asosan list qalinligi. Asosan list qalinligi, keyin figurasiga qarab ham sal-pal o'zgarib olishi mumkin. Chunki hali zolotista anaqalari bor, ashlarga qarab, keyin alohida narsalar bor, ashlarga qarab. Tushunarli. Ketaveradi.
Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatasizlar. Ha, vodiy bo'ylab, Andijon bo'ylab masalan xizmat ko'rsatamiz. Namangan, Farg'onaga kelishilgan holatda ko'proq ob'yom bo'lsa, akfani borib qilib beramiz. Endi patologlarimizni ko'ramiz. Kelishilgan Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Telefon raqamini ekranda qoldiramiz, aloqangiz sizlar bo'ladi.